Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Gidroizolyatsiya jarayonidan so'ng karkaz ishlarimizni boshlab yuborganmiz. Karkazlashimizga bir baho berasizlar. Zashni sloyiga. Biz tomonda fiksator topishning imkoni bo'lmadi, qishloqchilik. Fiksatorni o'zimiz shundoqqina 50 kanalizatsiya turbadan yasab qo'ydik. Bu betonning ichida zanglamaydi. Zashni sloyni to'liqligicha bizga yaxlit ushlab beradi. Armaturamizni baquvvatgina qilib beradi. Kolonlarimizga e'tibor berasizlar. Oyoqlari 90 gradus qayrilgan. O'simizdan zashni sloyi 5 sm holda qochgan. To'rdan bir qismi qalinroq to'qilgan. Tepadan ham to'rdan bir qismi qalinroq to'qilgan. Hammasi simlari ichiga qayrilib chiqilgan. Kimga 0 dan 100 gacha xizmat kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Manfaatli videolar chiqaraman. Aytsam obuna bo'lasizmi, obuna tugmasini shunday bosib qo'ying. Like qizartirib qo'ying. Repost aylantirib qo'ying. Qurilish qilmoqchi bo'lgan tanishlarga albatta samolyotchani uchirib qo'yasiz. Bo'pti. Sog' bo'linglar.